Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Aloqada yana Kotel Fergana. Bugun 14-oktyabr 2025-yil. Xo'p, 15 dona 10 va 20 kilovatlik kotellarimiz dilerlarimizga Namangan shahriga ketyapti. Hozir ko'rsatib o'tamiz. 10 dona 10 kilovat, 5 dona 20 kilovat kotellarimiz hozir mana Isuzuga yuklandi. Namangan shahariga Uchqo'rg'on viloyatiga ketyapti. Bu kotellarimiz hammasiga 2 yil garantiya bor. Aytib o'tganimizdek 3 va 4 mm Rossiyani kotlovoy stalidan ishlab chiqariladi bu kotellarimiz. Bitta ko'mir sig'imida o'sha 20-25 kilo ko'mir sig'imida 10 soatdan 15 soatgacha bemalol ishlab beradi. Avtomatikalarimiz hammasi sifatli qo'yilgan, metallimiz sifatli. Bu kotellar 10 yil ishlaydi. Xo'p, mutaxassislarimiz, svarchilarimiz 4-5 razryadlik svarchilar qiladi bu narsani. Metallimizni lazer kesadi. Hamma narsa как положено ishlangan. Qolgan ma'lumotlar uchun bemalol aloqaga chiqinglar. Yetkazib berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.